Yusuf aka, Moskvaga pul topaman deb boradi. Zambor qo'yganmisiz pul topaman deb? Borganman 2008-yili Moskvani shu sentrida bo'lganman. Kitay-Garut metro shuni yonimda edi. Bu borganman. Lekin Qizuvroq voqealar bo'lsa aytmang. bu voqea metroda zo'r bo'lgan. Kitay-Garut metroga tushganman-da, bir aylanib kelaman. U metrodan bu o'tdimda qilmas ekan. Dedi, mana metroda o'tirib olsak, To'g'raqibdan Pushkin metrogacha borib qaytib ketib bo'ladi, o'tirasa deydi ekan. Bir kun metroga tushib ketotdi. Milita formada Молодой человек, man bunchani bilmayman. Bundoq qaradimda, u ham menga qarab, "Yuzudasan, Fahimanmi? Ya, desam, siz hozir bir mana deb, oke sizni chaqiryapti. Qani borar ekansiz deb oldimga odam yetib olganman. Bu odam to'q deganda men o'tib ketib, shuni jeton solib o'tdi degan joyda o'tdim degan mana shu yelkamga shuni o'xshagan. Mana o'sha paytda qolganimiz rosa qiziq bo'lgan. Rosa kulgan his deydi. Паспорт нету. Регистрация нет. А что есть? Москва меня понравится. А Россия мне нравится. А ты, я уважаю, я очень плохо deganimda keyin qo'yib olgan bir mo'ylovli amaki Aleksandr degan. Ana o'sha mani uchun juda qiziq voqea bo'lib o'sha qo'ygan. Chunki u metroda ko'p ushlab turganda bizlarni. Kimdir Rafaello'ni shu Moskvadan Podolskiga borib ishlardi. Shu 18 ming rublga 2008-yilda ishlagan. 3 oy.